Hali ham kontent yaratishga soatlab vaqt sarflayapsizmi? Yoki har gal nima yozsam, qanday video olsam, qanday video qilsam ekan deb o'ylayapsizmi? Men Bobanazar va Shahnoza tarmoqli biznesda tajribali CTV va o'z jamoamning yetakchisiman. Mani jamoamda biz har doim yangiliklarni sinab ko'ramiz. Chunki vaqtni tejash va samaradorlik bu yangi natijalarni kalitidir. Sun'iy intellekt haqida ilk eshitganimda bu nima o'zi? Men bundan qanday foydalana olarkanman deb o'ylagandim. To'g'rirog'idachi sun'iy intellektdan qo'rqqan edim. Lekin keyin ko'rdimki, bu narsa hayotni yengillashtiradigan eng yaxshi yordamchi ekan. Hatto bolalar undan foydalanyapti. Demak, biz ham aniq qila olamiz. Men endi postlarni sun'iy intellekt yordamida yozaman. Videolar uchun ssenariylarimni ham u yordamida yozaman. Odamlar hayron bo'lishadi. Qanday qilib sen shunchalik tez kontent qilasan? Javob bitta. Men vaqtni tejayman, sun'iy intellekt bilan birga ishlayman. U men o'rtog'im, do'stimdek bo'lib qoldi. Eng yaxshi tomoni, buni o'rganish juda oson. Meni jamoamdagi har bir a'zo buni o'rganib bo'lgan. Hozir ular kontentni tez, chiroyli va samarali, ma'noli qilib yaratishyapti. Bizda maxsus o'quv bor. Faqat CTVklar uchun oddiy tilda, oddiy telefon bilan hech qanday qiyinchiliklarsiz. Shunda sizni uy ishlaringiz qolib ketmaydi va boshqa rejalashtirgan ishlaringizdan ham chekkaga chiqib ketmaysiz. Balkim shu o'quv quroli orqali o'rganib olgan holda tez ishlaysiz. Komandamizga endigina qo'shilgan aziz hamkorlar, komandamizga xush kelibsiz. Tarmoqli marketingda o'z shaxsiy biznesingizni rivojlantirish uchun bizda ajoyib darsliklar to'plami bor. Bu darsliklarni ustozimiz Shahnoza Bobanazarova taqdim etgan. Bunda eng asosiysi hozirgi kunda trendga chiqqan desak bo'ladi, sun'iy intellektlar bilan ishlashning ajoyib usullari haqida yoritilgan darsliklar mujassam. Komandamizga qo'shilgan ekansiz. Endi siz bu darsliklardan bemalol foydalanib, o'z biznesingizni tarmoqli marketingda rivojlantirishingiz va ajoyib natijalarga chiqishingiz mumkin. Ayniqsa nega shu komandani tanlaganimni, hamma yangiliklarni birga kuzatamiz va sochsetlarda nimaligini bo'lganini bilib oldim. Va yangi sochsetda intellektualniy intellekt deganini yaqinda o'rganib qoldik va menga yoqdi. Hamma yangiliklarni o'rgatgan bizni ustozimiz Shahnoza Bobanazarova, kattakon rahmat. Men Shahnozaning komandasiga qo'shilganimdan buyon tarmoqli biznes haqida ko'p narsalarni o'rgandim. Ayniqsa hozirgi sun'iy intellekt mening ishimni anchagina yengillashtirdi. Chunki men telefonda ko'p narsalarga tushunmaganligim sababli Shahnozaning tavsiyalari bilan sun'iy intellektdan foydalanyapman. Bu yerda ko'pgina savollaringizga javob topish osongina ekan. Shahnoza, sizga katta rahmat. Ishimni anchagina yengillashtirdingiz. Do'stim, agar siz ham zamon bilan qadam tashlamoqchi bo'lsangiz, sun'iy intellekt bu sizni orqaga tortmaydigan, balki olg'a yetaklaydigan narsa. Bu kelajak va bu kelajakni biz bugundan boshlaymiz. Siz ham buni o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohda xohlayman deb yozing va komandamga qo'shiling. Men sizga aynan CTVklar uchun mos fishkalarni, oson va foydali usullarni o'rgataman. Meni jamoamda bu ishlaydi, allaqachon ishlayapti. Endi esa navbat sizga. Qiynalmasdan sitvoy biznesni cho'qqisiga chiqishni boshlaysiz birgalikda. Videom yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang va agarda shu videoimda qaysidir do'stingizni, tanishingizni ko'rgan bo'lsangiz, unda albatta unga bu videomni jo'natib qo'ying. Qiyinchiliklarsiz o'z ishini mukammal qilishi uchun azizlarim. Ko'rishguncha xayr.